Assalomu alaykum. Men 123 guruh talabasi Shirmon va Aziza. Bugun men sizlarga elektrostatik maydonda nuqtaviy zaryadni ko'chirishda bajarilgan ish mavzusida PET simulyatsiyasida bajarilgan virtual tajribamni ko'rsatib o'taman. Tajriba maqsadi elektrostatik maydonda kuch chiziqlari ta'sirida harakatlanuvchi zaryadni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chirishda bajarilgan ishni kuzatish va uning fizik mazmunini anglash. Birinchi bo'lib musbat zaryadni o'rtaga joylashtiramiz va ikki yon tarafiga manfiy zaryadlar joylashtirib murakkab maydon hosil qilamiz. Shundan so'ng sariq rangdagi harakatlanuvchi zaryadni tanlab, istalgan A nuqtaga qo'yamiz va bu harakatlanuvchi zaryadning boshlang'ich joyi hisoblanadi. Keyingi bosqichda harakatlanuvchi zaryadni A nuqtadan B nuqtaga ko'chiramiz va bunda kuch yo'nalishlari kuchlanish va zaryadga ta'sir qilayotgan kuchlar o'zgarishini kuzatamiz. Elektrostatik maydonda bajarilgan ish quyidagicha aniqlanadi. A teng Q ko'paytirilgan V2 minus V1. Simulyatsiya orqali ko'rdikki, harakatlanuvchi zaryad manfiy zaryadlar tomonga yaqinlashganda kuchlanganlik ortadi. Musbat zaryaddan uzoqlashganda esa kamayadi. Shu sababli maydonda bajarilgan ish potensialga bog'liq holda o'zgaradi va so'nggi natijalarni hisoblab olamiz.